Aholining soliq madaniyatini oshirish hamma davrda ham dolzarb ahamiyatga ega. Ayniqsa, soliq bilimiga ega yoshlar kelajakning mas'uliyatli faol qatlamiga aylanadi. Soliq bilimlari yosh avlodga ijodiy ko'rik tanlovi o'quvchi yoshlarga soliq ma'murchiligining jamiyat taraqqiyotidagi o'rnini chuqurroq tushunishlarida zamin bo'ladi deyish mumkin. Jizzax viloyat soliq boshqarmasi, Yoshlar ishlari agentligi va viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi hamkorligida o'tkazilgan soliq bilimlari yosh avlodga mavzusidagi ijodiy ko'rik tanlovining viloyat bosqichi 40 nafarga yaqin o'quvchi yoshlarni qamrab oldi. Eng ilg'or, tashabbuskor va kreativ g'oyaga ega bo'lgan o'quvchi yoshlar uchta, ya'ni tasviriy san'at, insho va videorolik yo'nalishlarida ishtirok etishdi. Dastlab hakamlar hay'ati a'zolari soliqlarning suratlardagi tasviri mavzusida 5-7 sinflar o'rtasida chizilgan rasmlarni ko'zdan kechirishdi. Mazkur tanlovda Zafarobod tumanidan ishtirok etayotgan Iroda Erkaboyeva ijodiy ishining mazmun mohiyatini batafsil tushuntirib berdi. Daraxtning yashashi va meva berishi uchun unga albatta suv va ozuqa kerak bo'ladi. Davlatimizning rivojlanishi uchun esa xuddi shunday suv va ozuqa vazifasini soliqlar bajaradi. 8-9 sinflar o'rtasida o'tkazilgan soliq kecha, bugun, ertaga mavzusidagi insholar tanlovida ham ijodiy ishlar hakamlar hay'ati tomonidan shu yerning o'zida tekshirib baholandi. Soliq nima uchun to'lanishi kerak? Soliqni jamiyatdagi ahamiyati haqida o'zlari chizgan rasmlarda, yozgan insholarida hamda o'sha soliqning bugungi kundagi ahamiyati haqida video filmlar tayyorlab kelishgan. Tanlov juda ham shaffof tarzda o'tkazilyapti. Men o'ylaymanki, g'oliblarimiz yaqin o'rtada bo'ladigan respublika bosqichida viloyatimiz sha'nini himoya qilib, birinchi o'rinlarni olib kelishadi degan umiddaman. Ta'kidlash kerak, mazkur ko'rik tanlov 4 ta bosqich: maktab, tuman, viloyat va respublika miqyosida o'tkazilmoqda. Asosiy maqsad o'quvchi yoshlar o'rtasida soliq madaniyatini shakllantirish, yig'ilgan soliqlar jamiyat ehtiyojlari uchun sarflanishi to'g'risidagi bilimlarni bolalikdan kengaytirish va ularning bu boradagi ijodiy qobiliyatlarini qo'llab-quvvatlashdan iborat. Shu ma'noda tashkil etilgan soliqlar nimaga to'lanadi va nimalarga sarflanadi mavzusidagi 1,5 daqiqalik videorolik taqdimotida 10-11 sinf o'quvchilari sohaga taalluqli bilimlarini namoyon qilishdi. Yakuniy natijalarga ko'ra eng yaxshi rasm nominatsiyasi Zafarobodlik Iroda Erkaboyevaga, eng yaxshi insho nominatsiyasi Zomin tumani ishtirokchisi Dilnura Baxtiyorovaga va eng yaxshi videorolik nominatsiyasi Jizzax shahri ishtirokchisi Bo'ron Silliyevga nasib etdi. An'anaga ko'ra, yakunda g'olib va ishtirokchilar viloyat soliq boshqarmasining diplom va qimmatbaho sovg'alari bilan taqdirlandilar.